Koronavirus tüpayli turmuş ritmimiz buzulup, öyden çıkmaz bo'lib qolgandan beri sizda qandaq o'zgarishlar bo'lyapti? İçiniz sıkılıp, asan terkidigan bo'lib qoldingizmi? O'rinlashib yoki to'xtamay bir narsa yegingiz keladigan bo'lib qoldimi? Vaqt uqumingiz qalayma-qalashib, ishlaringizning barkati qochdimi? Sizda ko'rayotgan bu alomatlarning bir ismi bo'lib, odatda bu kabinet bruxtumi deb ataladi. Bu uzun mezgil yepiq makonda qapsilib turib qolgan va jamiyatdan aloqasi uzilgan kishilarda ko'riladigan bo'lib, asosli sababi muhit va faoliyatning o'zgarmasligidan kelib chiqqan zerikish va hissiy burmo'nishdir. Odatda buning alomatlari o'xshamagan kishilarda o'xshamagan shaklda ifodalanishi mumkin. İnsanlarning sirtqi muhitdan aloqasi uzilganda qanday inkosda bo'lganligi burundan tadqiqotchilarning qiziqish nuqtasi bo'lib kelgan. Elib berilgan tadqiqotlar arasida eng dangliq bo'lgani 1957-yili Mikkel universiteti professori Donald Hebb tarafidan elib berilgan bir tajriba edi. O yillari ming yoshga duchor bo'lgan mahbuslar qiziq tema bo'lgan bo'lib, bu tajribaning maqsadi insonlarni butun sezimlardan mahrum holda kamerada yolg'iz qo'yganda qanday o'zgarishlar bo'lganligini ko'rsatish edi. Tadqiqotchilar universitet o'quvchilarining bir nechasini ayrim-ayrim holda ovoz o'tmaydigan kichik uylarga kirgizgan. Bu uyning ichiga karvatdan boshqa narsa qo'yilmagan. Tajribaga qatnashuvchilarning tutish sezimini cheklash uchun ularning qo'llariga palay kiygizilgan. Tajriba boshida bir qancha soatga bormayla ba'zilar yuqori ovozda o'ziga o'zi so'zlashga boshlagan. Ba'zilar hatto she'r deklamasiya qilib naqsh aytgan. Yana bir mezgil o'tgandan keyin ularda tashvishli ko'rinishga boshlagan. Bir qancha kun ichida bo'lsa, ba'zilarda xiyoliy tuyg'u paydo bo'lgan. Aslida bir qancha hafta davomlashtirish planlangan bu tajribaga qatnashuvchilarda ko'rilgan ansiz alomatlar tufayli 72 soat ichida to'xtatilishga majbur bo'lgan. Nima uchun bunday inkoslarning bo'lganligini psixologlar bunday tushuntirgan. Normal holatda menga har kuni nurg'un miqdordagi o'xshamagan uchurlarni qabul qildi va uni pishiqlab ishlaydi. Menga bu holatga ko'ngan bo'lib, agar tuyuqsizlik uchur miqdori ozayib ketganda, menga buni benormallik deb his qildi. Qisqa mezgildan keyin menga normal holatiga qaytish uchun atrofdan uchur izlab uni pishiqlashga urindi. Kishilarning bu mezgilda ziyoda sezgirlashib ketishi, tit bo'lishi, vaqt uzirgan sari saxt sezimda bo'lishlarmi bu sababdan bo'ldi. Demak, uzun mezgil uydan ayrilmay ijtimoiy aloqadan yiroq yashash bizning ruhiy sog'lomligimizga passiv ta'sirlarni olib keldi. Albatta, hozirgi ahvolimizda butun eslarimizdan mahrum emasmiz. Ammo yana ba'zi rahatsizliklardan qutulamayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu xil alomatlarni yengilish uchun qo'lingizdan kelgan bir qancha amal bor. Mumkin bo'lganda sirtqa chiqib havo almashtirib turing. Odam oz bo'lgan vaqtlarda chiqib mahallingizga bog'chada birdam aylaning. Agar sirtqa chiqidek fursatingiz bo'lmasa, uyning eshik derazalarini ochib pat-pat havo almashtirib turing. Tamoq vaqtini va tamoq miqdorini kontrol qiling. To'g'ri oziqlanish salomatlikning eng asosiy shartlaridan birisi. Badan chiniqtiring. Bu sizga ortiq energiyani to'g'ri sarf qilishingizga yordamchi bo'ldi. Kundalik plan tuzing. Qilishga tegishli ishlaringizni tizib chiqib, har biriga muvofiq vaqt o'rinlashtiring. Bu sizga ozroq bo'lsa-mu normal holatga qaytgandek ta'sir beradi. Menga shiltadigan ishlar bilan mashg'ul bo'ling. Tepishmoq o'yinlari yoki matematikalik o'yinlarni o'ynab bering. Yangi tilligining yoki kitob o'qib bering. Yolg'izlik hissini azaytish uchun xat yozing yoki boshqalar bilan paranglashishga ko'proq fursat yarating. Oxirida shuni unutmangki, bu jarayonda siz hargizmi yolg'iz emas. Siz bilan birga hammamiz bu kunlarni birlikda besib o'tamiz. Bu xil o'y balkim besimingizni ozroq bo'lsa yengil keltishi mumkin. Oxirgacha ko'rganingizga rahmat. Normal turmushga tezroq qaytish tilagi bilan xayr xo'sh.